Salom do'stlar, sizlar bilan Shoq PUBG. Bugungi videomda sizlar bilan mana shu oq babe setini tekinga olishni o'rgataman. Xo'p, bu videoni boshlashimdan oldin like va obuna tugmasini bosishni unutmang. Biz yaqinda inshaalloh 1K bo'lishimizga oz qolgan. Bunga o'z hissangizni qo'shib qo'ysangiz, meni xursand qilgan bo'lasiz. Biz o'sha oq babe'ni olish uchun birinchi navbatda Telegram kerak bo'ladi va biz Telegramdan qidirish bo'limidan biz katta harflar bilan Rock Drake yozib olsak, mana shu birinchida turgan ilova kelib chiqadi. Va biz teparoqdan 4 versiyonni topib olamiz. Mana. Endi esa buni yuklab olib, biz mana bu saytni yuklab oldik va ichiga kiramiz. Bu yerdan biz birinchisida turgan Androidni bosib, keyin bu yerdan ham datani bosamiz. Keyin esa pastroqqa tushib, PUBG Mobile'ni qidirib olamiz. Mana PUBG Mobile com.tencent.ig. Uni ustiga bosamiz va bo'ldi. Mana bu yerda pastda chapda zip yozuv turibdi. Demak, bizga oq babe skini o'rnatildi. Endi esa biz PUBG Mobile'ga kirib test tekshirib olamiz. Mana PUBG Mobile'ga ham kirib oldik. Xabarlarga o'tamiz va qabul qilamiz. Do'stlar, mana bizni yangi oq babe'imiz. Xo'p, men bu sirni o'rgatganim uchun menga obuna bo'lishni unutmanglar va albatta inshaalloh 1K bo'lamiz. Keyingi videoda nimani tekinga olishni o'rgatay. Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldirib keting. Hammangizni yaxshi ko'raman. Omad.